kanalidan Sodirjon. Sizlarga Imzo kompaniyasining sifatli eshik deraza romlari haqida ma'lumot berishni davom etamiz. Bu galgi ma'lumotimiz Farg'ona viloyati Oltiariqda juda ham chiroyli ob'ekt. Video davomida to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Biz kuzatishimiz. Video ma'lumotimizni ko'chadan boshlaymiz. Ko'chada 3 ta rom bor. Ena keladigan bo'lsak 178, bu esa 160. 3 ga bo'lib, ikkita chekka ochilish, o'rta gulxo'y. Energiya joy choynani zo'rligini qaranglar. Xona tashqarisini ko'rsa, xona ichkarisini ko'rsatmaydi. Energiya titan mana ko'rishlar mumkin va podstavshni profili, vodoslivlari, tepada havo aylanadigan nuqtalari mana ko'rsatamiz. Juda ham chiroyli holatda. 1 kvadrat metr 110-120 dollar atrofida chiqadi. Ya'niki ko'cha tomonidan mana ko'rishim mumkin, yorug'lik hech ham to'smaydi. Xona ichkarisidan ham ko'rsatishga harakat qilaman. Podstavshni profil, zazorlarga e'tibor qilasizlar. Zazorlarni kichkina olganman. Sababi bu yer qum suvoqlarning yo'li chiqqan. Hammasini razmeri bir xil. Endi xonachadan ko'rib chiqamiz. Mana hozir hovliga kirganimizda hovlida juda ham chiroyli holatda ko'rishingiz mumkin. Hovlida kirishimizda bitta eshik, mana bu yerda yana bitta eshigimiz bor. Ikkita eshik bor, orqa tomonda ikkita. Eshiklar ma'lumotini berib o'tib ketaman. Eshiklar terma 65 tashqariga ochilish. Ko'rishingiz mumkin, mana ustiga 0 o'rnatganmiz. Zinani mana unga olib kelinadi. O'shanda muammo bo'lmaydi. Tepa qismi esa lazerda tepaga olingan. Eshik tashqariga ochilganda ko'rishingiz mumkin, stuplen kompaniyasining ruchka mexanizmi ochilish. Hozir xona ichidan ko'ramiz. Zazorlar tartiban ochilishiga e'tibor qiling mana. Idealniy holatda mana ochilish yopilishlari. Bo'ya keladigan bo'lsak, bo'ya 225-220 tur atrofida Imzo kompaniyasining Terma 65 eng zo'r eshik. Romlarni xona ichidan ko'ramiz. Ochilishi yonga 6000 trio, sifati juda ham zo'r. Quattro emas, 6000 trio. Dvano mexanizm ko'rishingiz mumkin. Yopilish. Germanskiy Rotolux ruchkalarimiz ko'cha tomonidagi rom qaranglar qanaqa chiroyli va idealniy. Podikoniklar avvalgi holatda. Ochilish mana ko'rishingiz mumkin. Mana bunisi ham ochilish. Bittasida divanoy bor. Bittasida esa divanoy yo'q, abishni ochilish. Ko'rishingiz mumkin, divanoy ochiq holatda va bekitamiz. Bekitamiz mana mashinaning ovozi pasaydi. Yana bu yerlar pol tashqariga solingandan keyin yana shu mezalisi zo'r bo'ladi. Xona ichidan ko'rinish ikkita chekka ochilish, xona ichidan ko'rish bir chekka ochilish. Ya'niki buni chap tomoni, buni o'ng tomoni. Ideal. Krishkalar, qora krishkalar qo'yilgan. Ochilishlarga e'tibor qilamiz. Divanoy. Bunisi ham divanoy, bunisi ham divanoy. Endi esa romni panorama xonasini ko'rib chiqamiz. Hozir endi ro'parada ko'rishingiz mumkin. Ikkita chekka panoramni, ikkita chekka shatlanka, buni ham ikkita chekka shatlanka va dizaynni berganmiz. Mana qaranglar. Mana bu tomon gulxo'y, mana gulxo'y, shatlanka va gulxo'y. Dizayn chiroyli chiqishini e'tibor qilamiz. Ko'rishingiz mumkin, mana shatlanka, ikkita chekka gulxo'y, mana ikkita chekka shatlanka, o'rta gulxo'y. Idealniy chiqqan. Buni ham chap tomon, ham o'ng tomon ochiladi. Sababi boshxona. Keling endi nariga asosiy holga kirib ko'ramiz. Holda ham xuddi shunaqa 0 bo'lgan. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, 0 o'rnayapti. 0 o'rnayapti. Tepada lazerga tortilgan, idealniy. 1,5 qanotli tashqariga ochilish bo'lgan. Stuplen kompaniyasi ruchkasi mana 605 profilimiz bo'lsa, bu 703 bo'ladi. 7 sm 3 mm. Petlarimiz 3 tadan qilingan. Bitta, ikkita, pastda 3 ta. Ochilish yopilishlar xona ichidan ko'rishingiz mumkin. Idealniy holatda. Podikoniklar qo'yilgan. Panorama holatga, panoramada bitta chap, bitta o'ng bo'lgan. Ochilishi yonga ochiladi. Katta. Bunda ham divano mexanizm bor. Divano mexanizm ochib ko'rsanglar bo'ladi. Bu bekilishi. Mana bunda ham xuddi shunaqa splashli holatda ochilishi. Divanoy holatda. Bu Terma 65 bilasizlar, juda ham profili qalin. Dabavishning rezinalari bor. Idealniy holatda, issiq sovuq juda zo'r ishlaydi. Shatlankalar ko'rishingiz mumkin. Aytib o'tib ketganimda ikkita chekka. Shatlanka eshikda polni bor. Bunda ham ikkita chekka. Endi mana shu dizayn shuna bu tomonga olinganda, mana o'rta shatlanka ikkita chekka gulxo'yga ochilish. Bitta chap, bitta o'ng bo'lgan. Qaranglar. Bunisi ham ochiladi. Divano mexanizm bor. Bunisi ham ochiladi. Divano mexanizmni hozir ko'rib chiqamiz. Bu tomonni mana bekitamiz. Misoldan ochib qo'yilsa, katta ochildi. Bu tomonda oshxona chiqqan havo bemalol almashaveradi. Bemalol havo almashaveradi. Bu tomonda mana penallar to'liq sepilgan. Ochilish buni yopamiz va bu tomonni ham yopamiz. Qaranglar qanaqa chotga chiqqan. Ikkita gulxo'y hamda o'rta. Bu tomonda makasli mexanizmi sifatli bu yerda ochilishlarni qaranglar. Xohlagan rasda qolaveradi. Juda ham ideal holatda. Fornax. Mashq mana gradus ko'rdinglar, xohlagan gradus to'xtatib qo'yasizlar. Bekitib ovoz ham chiqmaydi va ko'rinmaydi. Bu tomonda orqa tomonga shatlanka qo'ymaganmiz. Bu tomon hali xudo xolsa remontlar bo'ladi. Chiqish eshigi xona ichidan tashqariga ochiladi. Hozir pena sepilganligi uchun bekitib qo'yilgan. Bu tomonni bittasi chapga, bittasi o'ngga bo'lgan, bir-biriga o'tishga qulay bo'ladi. Bu tomonda keyinchalik hammom bo'ladi.
Mana bu tomondan ko'rishingiz mumkin, forchkalar ideal holatda. Bu tomondagi forchkamiz xuddi shunaqa. Chempion eshigimiz, chempiondan ko'rish mumkin, terma zamok, terma petlar qo'yilgan. Bu tomonda hozir pena sepilgan ekan, pena qotib bo'lgan bo'lsa, hozir buni ochib ko'rsataman. Mana hozir ochishga qo'yib qo'ydim. Ochganimizda mana ko'rish mumkin, zamok, termo. Mana bu yerdan ko'rishingiz mumkin, mana. Ochilish yopilishlariga e'tibor qilasizlar. Ideal. Pastgacha splashni xona ichkarisi umuman ko'rinmaydi, lekin yorug'lik o'tadi. Quplanishi tepaga quplanadi. Ko'rishinglar juda ham ideal holatda bo'lgan, xudo xolasa. Endi oshxona, bu o'rta hol. Holdan keyin har bitta tomonda bittadan forchka qo'yib chiqqanmiz. Sababi bu forchkalar xonani havosini almashtirish uchun. Mana har bitta xonada bittadan bor. Va hali ko'rsatgan mana rom ideal. Mana ko'rishingiz mumkin. Ochilishi, mana bunisi ham ochilishini. Faraz ochishim bilan tashqari shovqin kiradi. Bekitishim bilan bekiladi. 6 metr romini sifatiga e'tibor qilinglar. Mexanizmi mana Fornax. Mana bekitamiz mana. Jimjitlik. Xudo xolasa zo'r holatda obyektimizni topshirdik. O'zi safardalar amakiga topshirdik. Xudo xolasa ko'rish mumkin. Agar sizlarga ham xuddi shunaqa sifatli eshik deraza romli kerak bo'lsa, bog'langlar. Chiroyli qilib beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar.